Abdulla Qodiriy. Xalq ma'naviyatini boyitish yo'lida olib borgan kurashlar, milliy matbuot, adabiyot va teatrni odamlar tafakkurini oshirish yo'lida asarlarda kuyunib yozgan, bu borada fidoyilik ko'rsatgan, alal oqibat qatag'onga uchraganlar haqida so'z borar ekan, ko'z oldimizga Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Abdurauf Fitrat, Mahmudxo'ja Behbudiy, Navorqori Abdurashidxon, Usmon Nosir, Ishhoqxon Ibrat simolari ko'z oldimizda gavdalanadi. Biz hamon millatni uyg'otish uyg'onganlarning vazifasi degan chorlovga munosib javob qaytarganmiz. Jadid adabiyoti namoyandalar ruknida tayyorlangan ushbu kitoblarni o'qir ekan, kitobxon o'zining shu millatning, xalqning mas'ul inson sifatida namoyon qilishga o'zida jur'at topa oladi. Ushbu kitoblarimiz kutubxona fondida mavjud. Sizlar uchun o'qishni tavsiya